Bitta like bosasizlar, kommentariyaga 3 ta odam matmetga qilasizlar, dushanba kuni shu $100 olasizlar. O'rtoqlar, ketdik. Qaranglar, Elparvar JM Avtoda bilasizlar, bizada mashinalarning vыборi ko'p. Kelsanglar, istalgan mashinalarni bir dona pasport evaziga olib ketish imkoniyatingiz bor. Undan tashqari, o'rtoqlar, meni yurgan eski mashinalar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, endi Jiguli Moskvich emas, normalniy mashinalarni olib kelaverasizlar. Matizmi, Nexia'mi, Damas'mi, Labo'mi farqi yo'q. Olib kelaverasizlar, biz sizlarga mashinalarni yengilab beramiz. Naqd pulga desanglar, sotishga naqd pulga sotib olamiz mashinani. Bozor narxida bizniki hammasi. Biz sizlarni aldab, tepadan, pastdan, ustidan qilib yurmaymiz. Bizda hamma narsa chestniy, ochiq, chiroyli ish bo'ladi. Va Xudo xolasa, sizlardan bir chiroyli duochani olib, bizdan misol trading xizmatidan foydalanib mashina olib ketsanglar, mashinalarni berib, akkuratni qilib jo'natib yuboramiz. Bizda boshlang'ich to'lovlar ancha tushgan o'rtoqlar, istalgan mashinalarni kelib o'sha boshlang'ich to'lovlarini to'lab olib ketish imkoniyatingiz bor. Sizlardan kerak bo'ladigan narsa pasport va yaxshi toza kreditli istoriya o'rtoqlar. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Elparvar JM Avto kelaverasizlar, ko'rib turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar, to'liq ma'lumotlarni olaverasizlar jigarlar. Biz hakalak hitton qilib bir nimalarni indiferensiya qilmaymiz. Biz bor narsani boricha aytib, akkuratni odamlarning ko'nglidan joy olgan holda ish qilamiz. Charchamanglar.